Dersimizga kelsak, darsimizning 6-bobi. Harf belgilar tizig'i bo'lib, harf belgilar tizig'ida biz 3-bob darsimiz o'tgan vaqtimizda so'zlab o'tgan harf belgilar tizig'i. Harf belgilar tizig'i bo'lsa, butunlay harfni yoki sonlar bilan harfdan tarkib topgan bir chambarchas bog'langan bir to'pni ko'rsatadi. Ya'ni bir gavda bo'la. Bir gavda. Unda qolsa biz mushu soatlik darsimizda harf belgilar tizig'ininki qanday aniqlanadiganligini oddiy qilib ulgu misol ishlash orqali so'zlab o'taylik. Sen studiyani qo'zg'atgandan keyin men yerga hujjatni birini quray. Oldu. Hamda harf belgilar tizig'i bo'lsa, hammamiz tanishliq. Bu chunki biz 3-bobimizda azroq ham so'zlab o'tib ketdik, ammo ishkilib kelmagan. Harf belgilar tizig'i muhim. Biz buni ayrim bir bob qilishga sabab biz keyin sondandagi usullarni tatib olganda usullarni o'qigan vaqtimizda yana odatda shu harf belgilar tizig'i odatda keldi. Harf belgilar tizig'i odatda keldi. Shuningdek biz harf belgilar tizig'ini yaxshi o'rganmagan vaqtimizda sondagi usullarni o'qib olmaymiz. O'qib olgan usullarni bat yuziga chiroyli qilib tizib chiqarmaymiz. Shunday holatda biz qiynalgan gap. Shuningdek harf belgilar tizig'ini sonlar guruhini biz ayrim guruh qilib turib, ayrim bob qilib rasmiy usulda to'xtalmasak bo'lmaydi. Hamda harf belgilar tizig'ini aniqlashning usuli nihoyatda oddiy, ammo buni 3 xil usulda aniqlashga bo'ladi. Birinchi xil usul bo'lsa qo'shik orqali aniqlash. Yana üstünki qo'shik aniqlash. Ikkinchisi bo'lsa taqpash. Taqchik yoki taqchik orqali aniqlash. Ammo bu ustida yozildi. Mana bu ustunki chekit yana. Uchinchisi bo'lsa mana bu Ryan atlash belgisi atildi. Bu odatda bek ko'p ishlatib ketmaymiz buni. Bek odatda ko'p ishlatib ketmaydi. Shuningdek, ammo shundaq bir ishlatish yoki belgilash usulining borligini bilib olsanglar bo'ldi. Bek ko'p ishlatib ketmagachga menmi bek chiq so'zlab o'tib ketmayman. Ammo shundaq bir rolning borligini bilib olsanglar bo'ldi. Uchi ustida biz kichkina oddiygina qilib to'xtalaylik. Hamda harf belgilar tizig'i bu hukmda rasmiy to'xtalganda harf belgilar tizig'i bo'lsa, butunlay harfdan, ya'ni shu klub to'xtatdagi 26 harfdan yoki harf bilan sondan tuzilgan bir gavda bo'lgan, uni ajratib olmaydi. Biz keyin sonlar guruhini so'zlagan vaqtida mushayasi deb aytib buni ajratib olmaydi. Ya'ni bir hammasi bo'lsa bir gavda. Buni ajratib olmaydi. Endi masalan, buni aniqlashning usuli kelsak, o'xshashlar o'zgarish miqdorini birini oldik. Bu deganimizdan birinchi xil aniqlash usuli bo'lsa, qo'shik orqali aniqlash usuli. Bu usulni aniqlasak, mening ismim Barat Tursun. Bu yil 24 yosh. deb shunday yozgan bo'lsam, mana bu bir butun usul bo'ldi. Men buni harf belgilar tizig'i holatda bir o'zgarish miqdor o'ga qimmat qilib yo'llab berdim. Mana bu birinchi xil usulda qimmat bir usul. Hamda ya'ni birinchi xil usulda aniqlash usuli. Ikkinchi xil usul bo'lsa taqchiket. Endi buni men Osmonjon bo'lsa o'quvchi deb yozay. 3-yillikda o'qiydi. Bumi bir
harflar chiziq bo'ldi. Bu faqat biz bu taq chekitda qo'shish chekit bo'lib qolibdi. Taq chekit orqali aniqladik. Taq chekit orqali aniqladik. Hamda oldi bilan biz mushu ikki xil usuldagi miqdorlarni chiqarib ko'raylik. Albatta, chiqarish jumlasini biz oldin 6-chi bob darsimizda so'zlab o'tdik. Mana bu 7-chi bob darsligimizda bo'lsa, biz mush ikki jumlasi orqali ham chiqaraylik. Boshqa print jumlasi orqali, boshqa printf, printf jumlalar bilan chiqarsanglar bo'ladi, ammo biz ikki jumlasining surati eng tez, qo'llanishi ko'p, ham o'sha PHP'niki muntazam jumlasi bo'lg'achqa biz odatda mushuni ishlasak bo'ladi. Keyin ko'proq programmatsiya vaqtida imkon bor ikki jumlasi ishlatishinglar men tavsiya qilaman. Birinchi o'zgarish miqdorimiz bo'lsa, men buniga ulablam buni sizlar tushunmay qolmanglar. Hozircha yana bir tal qurtashlikday. Demakchilik bu ikkisi ahmoq ulish bilan chiqmasin, arliqdan bir tal qurtashlab chiqsin. Eko. O'zgarish miqdor f. Hamma buni saqlab o'tgandan keyin ijro qilib ko'ray. Ijro qilib ko'rsam, mening ismim Farhod Tursun, bu yil 24 yosh, Osmonjon Boz o'quvchi, 3-yilda o'qiydi deb chiqdi. Bu ikkisi chiqdi, ham chiqara olgan bu to'g'ri. Hamda ikkisiniki asosiyatdan bundaq harf belgilar chiziqini chiqargan vaqtida bu ikkisining farqi ko'rinmaydi. Ya'ni farqi ko'rinmaydi. Hamda bu ikkisining qanday farqi bor, nima uchun shuna ikki xil bo'lib qolgan desanglar, buning bundaq farqi bor. Yana o'zgarguvchi miqdorni qimmatga aylantirish. Yani o'zgarish miqdorini o'zininki qimmatiga aylantirish. Yoki aylantirmaslik. Yani bu nima degan gap deganda, o'zgaruvchi miqdorlarni shu qo'shikning orasiga qo'ygan vaqtimda, qo'yib chiqargan vaqtimda o'zgarish miqdorining qimmatini chiqarib beramdi yoki o'zini chiqarib beramdi degan masala. Endi men biz yuqorida aniq aniqlab o'tdik. Hozir navbatda o'zgarish miqdor deb buni ilib, buni men qo'sh chekit ichida, ya'ni qo'sh chekit orqali aniqlab o'zgarish miqdor o'ning qimmatidan berib qo'yay. O'zgarish miqdor o'ning o'zining qimmati bor, ammo buni berdik. Endi o'zgarish miqdor piga taq chekit ichida o'zgarish miqdor f ning qimmatini berib qo'yay. Endi bu ikkisining o'xshamasligini endi chiqaraylik. Endi bu ikkisini chiqarib ko'raylik. Chiqargandagi qimmatni biz qimmat orqali surishtirib boqaylik. Qanday bo'ladi? Endi bu yerda men o'rni chiqarman. Bu yerda bo'lsa pini chiqaray. Control S bilan saqlab etdim, ijro qildim. Ijro qilganlik natijasi bo'lsa, mening ismim Farhod Tursun, bu yil 24 yosh. Buni biz oldingi qitimda urib chiqargan. Bu qitim qilsa, yana mening ismim Farhod Tursun, 24 yosh. Endi kod bilan biz bu ikkisini surishtiraylik. Qaraydigan bo'lsak, buningdan birinchi qitimda chiqqan vaqtida mushu jumla aytdi. Ya'ni iko o deganimiz dal mushu o miqdorining qimmatida mening ismim Farhod Tursun, bu yil 24 yosh degan chiqibdi. Endi f bo'lsa, f Osmonjon bo'lsa o'quvchi,
sinfda o'qiydi degan chiqibdi. Hamda jumla kelib bu yer keldi, bu yerni qurtashlaydi. Irning qimmati. Biz o'zgaruvchi miqdor irni irga nimani yo'lab bergandik? O'zgaruvchi miqdor 10 yo'lab bergandik. O'zgaruvchi miqdor 10 o'zining qimmatini qo'ya oldim, qolib baqala. O'zining qimmatini o'rni qo'ya olibdi. Demakchilik, o'zgaruvchi miqdor 10 ning qimmati mening ismim Paratursin, bu yil 24 yoshida. Demakchilik, mushuning o'rniga, mush o'zgaruvchi miqdor o'zining o'rniga yana bu nima deganda bu yerda ya'ni o'zgaruvchi miqdor ir deganimiz ya'ni mushuninga teng bo'lib ketgan. Mushuninga teng bo'lib ketgan. Ya'ni qo'sh chekit ichida aniqlangan, qo'sh chekit orqali aniqlangan holatda bu qimmatni almashtirib olgan, ya'ni almashtirib olgan. Qimmatni almashtirib olgan. Buni mush qo'sh chekitni ishlatganligimiz uchun o'zgarish miqdorining qimmatini qo'yib berdi o'niga. Hamda ikkinchi xil usulda mal qo'yib berdim, yo'qmi shuni qarab baqala. Qalaydigan bo'lsak, bu faqat f'ni chiqarib qo'yapti. Nimishqa f'ni chiqarib qo'ydi? Qimmatni aylantiramabdi. Ya'ni f'ning qimmatini o'rniga qo'yib beramdi degan gap. F'ning qimmatini o'rniga qo'yib beramdi degan gap. Demakchilik, mana shundoq qo'sh chekit bo'lsa, ya'ni qo'sh chekit orqali aniqlangan bo'lsa, qimmatni aylantira oladi. Ya'ni o'zgarish miqdorining qimmatini o'rniga qo'yib turdi. Agarda taq chekit orqali aniqlangan bo'lsa, qimmatni o'zgarish miqdorining qimmatini o'rniga qo'yib bermaydi. Faqat mushu qo'sh chekitning ichidan nima bo'lsa shuni chiqib turdi. Qimmat aylanish ilib bo'lmaydi. Demak, bu qo'sh chekit bilan qo'sh chekit orqali aniqlangan miqdor bilan taq pash chekit orqali aniqlangan miqdorniki farqmi shu. Keyin navbat sizlarningki endi bu ikkisini ishlatishga bo'ladi. Endi keyin qanday vaqtida ani ishlatman, qanday vaqtida man ishlatman deganda men tavsiya qilay. Agar sizlar yozgan o'zgarish miqdorining ichida mandaq bir miqdor bo'lib, shu miqdorning qimmatini ma'lum bir miqdorga teng qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni o'zgarish miqdorining qimmatini, ya'ni mandaq uzun bo'lgan yetish biyab bo'lgan ko'chirib akilib sal biyab to'xtaydigan ish bo'lib qolsa, mushu o'zgarish miqdorini mushunday qo'yib berdim, ammo mushu o'zgarish miqdorining qimmatini men buni bachetim deb mushunday bir sizlarniki maqsadlar bo'lib qolsa, bu ahvolda biz qo'sh chekitni ishlatamiz, ya'ni qo'sh beshni ishlatamiz. Ya'ni qimmatni aylantirdi. Endi sizlar faqat mana mandaq faqatlam aylantirgan a'zo yo'q, ya'ni aylantiradigan qimmatni o'rniga qo'yib turadigan o'zgarish miqdori yo'q buning orasida. Faqat mushunaqlam gap bo'lib qolsa, taq chekitni ishlatamiz. Taq chekitniki garchi o'zgarish miqdorini qimmatga aylantiramizmi, ammo bu faqat shunaqlam chiqib turish, shunaqlam o'rniga qo'yib turish xususiyati bo'lsa-mu, ammo buning surati qo'sh pesh chekit qolganda tezroq bo'ladi. Buning surati tezroq bo'ladi. Yana taq chekitningki surati tez. Nima tez deganda bu aylantirish ilib bo'lmag'achqa, shunday surati sal tez bo'ladi. Qo'sh chekitning boshqa surati sal asta, ammo o'zgarish miqdoriniki qimmatini aylantirib chiqara oladi. Shunlashqa bu qimmat aylantirib bergachga, o'zgarish miqdorining qimmat aylantirib bergachga, qimmatni aylantiradigan vaqtda qo'sh chekitni ishlatamiz, aylantirmaydigan vaqtda bo'lsa taq chekitni ishlatamiz. Hamda uchinchisi bo'lsa bu harflarga ayirish, ya'ni rayon ayirish belgisi deb ataymiz. Buning ishlatilishi bilan buning ishlatilishi o'xshash. Shunga men buning ustida alohida to'xtalmadim. Faqat mushu ikki xil usulda sizlar egilib olsanglar bo'ldi, tushunib olsanglar bo'ldi, ishlatishni bilsanglar bo'ldi. Uchinchi xil usul bilan uchinchi xil usul bilan bizniki qo'sh chekitningki o'xshaydiganligini bilib olsanglar bo'ldi. Bu soat darsimiz mushiyat oxirlashdi. Darsimizga kelsak, 7-bob darsimizning ikkinchi qismi harf belgilar tizig'idagi funksiyalar. Biz oldingi soatimizda harf belgilar tizig'ini o'rganib o'tdik. Harf belgilar tiziq bo'lsa, faqat harflardan yoki bo'lmasa harflar bilan sonlarning o'zaro
tizilishidan, ratib tizilishida tuzilgan ma'lum bir ma'noga ega bo'lgan bir gavdadan tuzilgan top ekanligini tushunasanglar bo'ldi. Buni ayirish mumkin emas. Navoda ayirishlar bo'lib qolsa, qiymat o'zgarib ketadi. Yana bu bir top. Buning hammasi bir top. Buning ichida masalan men boshqa mushu o degan o'zgarish miqdoriga boshqa qiymat berib bersam yoki mushu ichidagi qiymat o'zgartirdim desam, buning sirtida o'zgartirish mumkin emas. Yana buning sirtida faqat qayta qiymat o'zgaradi, ammo buni ma'lum bir bilan o'zgartirish mumkin emas. Masalan, mening ismim Farhod Tursun, kelajakda bo'lganda masalan men 25 ga aylantirdim desam, buni butunlay hozircha kodda mishad 25 deb yozib qo'ysam bo'ldi, ammo buning sirtida biz o'zgartsak cho'qim yana boshqa qiymat berib o'zgartirishimiz kerak. Buni men sonlar gruppasi so'zga vaqtimda ikkisiga farqini men tushuntirib o'tay. Hozircha naq darsimiz kelayli. Endi biz oldingi soatda harflar tizig'ini tanishib o'tgan, harflar tizig'i haqidagi tushunchalar tugadi. Endi funksiyalar kelayli. Funksiya desak, bu harflar tizig'idagi funksiyalar nihoyat ko'p. Buni biz ma'lum qisqa vaqt ichida biz o'rganib tugatib bo'lmaymiz. Buni yana sanab kelsak, bir kamida bir 50 bo'lmasa burib qoldi birazga. Onda olsa biz bu funksiya ekan deb funksiyaning hammani o'rganmaymiz. Shu torbigat yasaydigan vaqtimizda yana ishlatmasak bo'lmaydigan yoki ishlatish eng zo'r bo'lib qolgan bir qancha funksiyalarni o'rganib o'tamiz. Shu funksiyalarni ishlatamiz. Boshqa funksiyalar navbat biz ehtiyoj qilib qoldik, ammo uqmaydigan vaqtimizda kuchimiz yetsa o'zimiz yozib ishlasak bo'ladi. Kuchimiz yetmasa bar funksiyalardan foydalansak bo'ladi. Men hozir ko'p ishlatilgan funksiyalarni tanishib o'tmoqchi. Buning orasida birinchisi yana biz eng oddiy savatlarni kelayli. Harflar tizig'ini ulash. Hamda harflar tizig'ini ulash bo'lsa, biz oldingi soatlarda deb o'tgan faqat bir chekit orqali ham ulashga bo'ladi. Faqat bir chekit orqali ham ulashga bo'ladi. Hamda harflar tizig'ini ishlatgan vaqtimizda o'zgarish miqdorlari orqali lekin uning qiymat berib ishlatatdik. Endi men yana oldingi soatdagidek bir program yozay. Buningga men qo'shik orqali mana ismim Farhod Tursun deb yozay. Buniki qiymati shu bo'lsin. Endi o'zgarish miqdori ikkinchi o'zgarish miqdoriga men buni mushkul usulda endi taqchiklik usulda aniqlaylik. Bu yil 24 yosh. Ama shunday aniqlab qo'ydim. Hamda aniqlash yana ullash belgisi. Ullash bo'lsa shikit belgisi shu. Buning ma'nosi yana ullash. Hamda bu VB'dagi qo'sh belgisilar o'xshash. VB'dagi qo'sh belgisi ma'nosi o'xshash. Ya'ni VB'da qo'sh belgisi orqali ikki miqdorni o'zaro ullaymiz. Bizning PHP tilimiz bo'lsa faqat bir taqchik orqali ulashib bo'ladi. Ammo qo'sh bo'lsa VB'da bo'lsa ikki miqdorni orasida qo'shish kelsa bu ulashni bildirdi. Ammo bizning PHP desa bu faqat matematikalik, ya'ni arifmetikalik amal bo'lib qo'shishni bildirdi. Bizningki PHP tilimizga ulash belgisi dal mush chekit belgisi shu. Biz hozir shu ulash belgisida to'xtalaylik. Endi men ikkisini ullay. Unda qos o'zgarish miqdori 7 deb buning qiymatiga o'zgarish miqdor A bilan o'zgarish miqdor D niki. Qiymatini ulab berdim. Nimishqa men bu yerda taq chekit ishlatmayman, chunki taq chekit ishlatsam faqat musha ishida nim bor shunlam chiqib birda aylantirmaydi. Shunlashqa men aylantirish uchun men qo'sh chekitni ishlatdim. And equal o'zgarish miqdor Y. Bu control aslan saqlab etdim. Saqlashni burma chekni qo'yib etdi, ya. Saqlab etdim. Ijro qilib olsam
Mening ismim Farad Tursun, bu yil 24 yoshda chiqdi. Agarda endi biz mishada mening maqsadim mush yerda. Ulash baksarliq chiqishdi. Endi navbat kerak, biz bu yerga men taqchik chiqib qolmasam qanday bo'lmoqchi? Taqchik chiqib qolmasam qanday bo'lmoqchi? Buni ko'rib o'tamdoq, buni ko'rib o'tayli. Mening ismim Farad Tursun, o'zgarish miqdor D. Nimishqa o'zgarish miqdor D chiqadi deganda, taq chigitishidagi miqdor o'zini qiymatini aylantirib chiqarmaydi, shunga shu holat chiqqan. Bu saatlik her belgrad tizgini ulash qism müşahid arxlashda kelak saatimiz görüşeyli. Dersimiz kelsak, dersimizningki funksiya qismining ikkinchi bölük bu ikkinchi bölükka funksiyalarni her belgrad tizginiki uzunluqni tepish funksiyasi. Her belgrad tizgining uzunluqni tepish funksiyasi. Anda bu funksiya nima uchun biz ishlatamiz yoki boshqa funksiya ishlatsak bo'lmaymi deganda, bu funksiyani alohida bo'lgan funksiya, ya'ni har belgrad tizgining uzunligini o'lchab, har belgrad tizgining uzunligini ilib olgandan keyin biz shuning qarta chiqarishilib beradigan funksiya, ya'ni shuning qarta chiqarishilib beradigan funksiya. Ya'ni bu funksiya strlen. Bu bek gapni qisqacha vaqtida bu strlen degan funksiya bo'lsa, yana strlen. Bu yana shu string length. Yani mushniki asosan qisqartirilmasa, buni qisqartirib strlen deb olgan. Ammo biz ishlatganda mush strlenni ishlatamiz. Strlen bo'lsa, har belgrad tizginiki uzunligini ko'rsatadigan, uzunlikni teshib beradigan funksiya. Bu bizniki birinchi funksiyamiz, ya'ni funksiyalar orasidagi birinchi funksiya. Biz buni keyin sandandan shuni o'qib olgan vaqtimizda ishlatadigan muhim funksiyaning birimiz shu. Dersimizningki imkon bor soat dars mazmunini kontrol qilish uchun men eng muhim bo'lgan shu ishlat zo'r bo'lgan funksiyalar bilan tanishib bo'lsam, qolgan munosabatga sizlar navbat qiziqsanglar, PHP ögünüş kullanması deydigan kullanma şunu tushirib, shuningdan tafsilga kirib olsanglar bo'ldi. Ben bu yerda faqat eng oddiy, eng ishiltish zo'r bo'lgan funksiyalarni tanishib o'taman. Birinchi funksiya strlen. Bu bo'lsa har belgrad tizginiki uzunlikni tepib beradigan funksiya. Masalan, echo, ya'ni chiqarish jumlasi. Yani bu topgan bilan chiqamsak bo'lmaydi. Masalan, eng odatda strlen. Ama shu o'zga kitobada buningga hozir men bu yerda mening ismim Farad Tursun. Mushuna, ya'ni o'zgarch miqdor A. O'zgarch miqdor A ning uzunligini topib baqay. Uzunligini topdim, ammo topgandan keyin bir qiymat qaytadi. Albatta bu funksiya bo'lgach, mushuning uzunligini topsa, qiymat qaytadi. Shu qiymatni saqlab turadigan o'zgarch miqdordan birini yana aniqlab qo'yay. U o'zgarch miqdorini men uzunlik desam bo'ldi. Mushtaqdan deb atab qo'yay. Bu yerga biz strlen funksiyasi orqali o'zgarch miqdor A-ninki uzunligini tepib chiqaraylik. O'zgarch miqdor A. Hamda men bu shu urib chiqarsam biz bilmaymiz uni. Shunlashqa urib chiqadim. Ya'ni uzunligini urib chiqaray. Qani necha chiqdi? Ani bu yerda shuni ta'kidlab o'tmizki, o'xshash bo'lmagan chiziqdagi mening ismim Farad Tursun SD. Bu yerga men asla
Mani taqlasam yaxshi bo'larkan, bo'pti buni taqutay. Buni taqutay. Endi saqlab qayta ijroqlay. 20 chiqdi. Mana shu mening ismim Ferhat Tursun degan mushu yerdan 20 chiqdi. Qanday chiqdi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Orasındaki boşluğunu hesap qilamiz. Boşluqni bir hesap, xatni bir hesap. Yani harfni bir hesap, boşluqni bir hesap. Aşat boş turgan bilan ama o'rnin birisi bor, shu o'rnini saqlab turgan, unda bo'lsa boshliqni bir hisob, harf yani belgim bir hisob. Demakchilik, shuni hisoblab bizga chiqib bir demakchilik. Hamda bu inglizcha harf bo'lgan vaqtida, ya'ni inglizcha buni mushundoq, xat bo'lgan vaqtida buniki natijasi buni mushundoq chiqadi. Endi agarda bu xat bo'lmay qalanglar. Men faqat ikkilam xat yozay, ammo uning uzunligi qanday bo'ldiki? Qalanglar. Oda mening oilamda xanzucha yozay. Buning xanzuchasi uchun misol bir chapiq bor xanzuchasi uchun. Misol biz metal belgisini qo'yibdilar. Bo'lmasa avazda chiqadi adamga. Charset. Yana normal tonmay bizga UTF 8 salatda. Bo'ldi. Saqlavatdim. Endi buni 500 ga chiqib sinab baqay. 13 chiqdi. Nimish 13 chiqdi? Qalanglar. Men arliqda va keyinda bitta bo'shliq qoldi. Bo'shliqni menimda urdi, ya. Yani bo'lmasa sizlar ko'zanlar bo'shliq yo'qdek ko'rinib, xato chiqib qoldi. Saqlavatdim. Qayta ijro qildim. Ijro qilsam 13 chiqdi. Bu asli voda jating shunama. Bu 4 xatgan. 4 xatgan. Nimishqa 13 chiqib qoldi? Bu aran 4 xat tutsa nimishqa 13 chiqib qoldi? Buniki masalasi. Tansuchida muqim qilib ba'zan xatlarni 2. Bir xatni 2 bo'lak yasalaydi. Bir xatni 2 qilib yasalab turdi. Masalan, vo deganni 2 yasalaydi demakchi. Vo degan 2 yasalaydi. Bu shunaqa oddiy xatlar bo'lsa, buni 2 xat o'rnida yasalaydi. Chunki xansu xatlar bir qadar murakkab bo'lg'achqa, uni saqlashga ketadigan sig'imi bo'lsa, odatda inglizcha hayotni saqlashga ketadigan sig'imning 2 bo'lg'achqa, shunga buni bir xil yekkalatki xansu xatni 2 bo'lak bo'lib saqlashga bir o'rni 2 hisoblangan deb hisoblab turdi. Yani bunun ichida ba'zanlari 2 ni hisoblaydi. Yana ba'zanlar bo'lsa 3 ni hisoblaydi. O'xshamaydi. Endi bizga uyg'urcha xatda qanday hisoblaydi? Men uni chiqarib baqamdoq, uni chiqarib baqaylar. Hozir men buni so'zlab o'tmasam, keyin sizlar o'zingizlar uyg'urcha hisoblab baqib, uyg'urchani normal mandaq masalan sizlar chaqda PBR ashga revish deb mundaq qilsanglar. Ammo bizning kompyuterimiz yak bizning sistemimiz shunaqa hisoblamdi yo'qmi? U sizlarga emas. Yani men buni ijro qilib ko'rsatay, saqlavatdim. 25 deb chiqdi. Qalanglar. Masalan, hozir P1 ashga revish H4 A5 T6. Mav 6 ekan qo'y. Buni mav 6. Men qisqaroq qilib yerda boshliqmi qolmasin. Yaxshiroq bo'lish uchun mush birini iplam saqlab o'tib, endi joqlay asmav 6 tarif. Ammo 13 chiqib chiqarib berdi. Mav 6 tutsa, biz sanasak 6 tutsa, nima 13 ga chiqib bir deganda, bizning tilimizdikimi? Bizning uyg'ur chiziqimizdikimi? Uyg'ur chiziqdikimi bir harfni, yana A B C D degandek shundaq bir harfni bizning uyg'ur chiziqimizdagi bir harfni bular hisoblaganda 2 voycha. Yana hisoblagan vaqtimizda 2 voy hisoblagan. Yana shu bir boshqamiz 2 harf, ya'ni bizningki uyg'ur tilidagi A, ingliz tilidagi A ningki 2 qatlimiz qitang yoki bizningki saqlagan vaqtimizda buni shundaq murakkab bo'lg'achqa 2 o'rni egallaydi. Bir harfimiz 2 belgini egallaydi. Unda bo'lsa tushunishlik, bu yerda uzunlik topgan vaqtimizda uzunlikni hisoblaganda
uzunluqni hisoblaganda faqat va faqat inglizcha harflarkında bir harfni bir bo'yicha hisoblab mangamiz. Bir harfni bir bo'yicha hisoblab mangamiz. Bu faqat inglizcha harflarkında qartilgan. İngilizce harflarkında qartilgan. Hamda bizningki Uyg'ur tili yozig'imizdagi bir harfni ikki qilib hisoblaymiz. Ya'ni bir harfni ikki qilib hisoblaymiz. Bir harfni ikki qilib hisoblaymiz. Xanzu tili yozig'idagi bir so'zni odatda ikki qilib hisoblaymiz. Ikki qilib hisoblaymiz. Ba'zilar hatto uch qilib ketgan ahvol bor. Bek murakkablarni shu ashunaq ikki uch o'rin qilib hisoblamasa ikki saqlovchining sig'imiga sig'maydiganlik uchun yoki patmaydiganlik uchun odatda shunday hisoblangan. Bizningki Uyg'ur tilidagi yozig'imiz bo'lsa odatda bir harfimiz ikki harf belgisiga teng deb tushunsanlar bo'ldi. Yani bizning Uyg'ur tilimizdagi a bo'lsa, masalan Uyg'ur tili yozig'idagi masalan bizning yozig'imizdagi mishaga a yoki masalan b b'ni bizning yozig'imizdagi b bilan ama ingliz tili yozig'idagi b'ningki farqi desa bizning yozig'imizdagi b b'niki yani ikki sig'imni tanik to'g'ri tushuninglar. Ya'ni bizning yozig'imizga qayta yana xato tushunilib bo'ltamanglar. Yani Uyg'ur yozig'idagi yani bizning yozig'imizga harflarning soni bo'lsa uzunluq bo'lsa İngilizce yozig'iniki yani ikki askdan. Masalan biz bo'g'im sanandoq Farhod degani 6 bo'g'im yoki 6 harf, P degimiz 1 harf, A degimiz 1 harf, 2 harf bo'ldi, R degimiz 3 harf, 4 5 6 harf bo'ldi. 6 harf ammo biz uzunlikda 6 chiqmay uni ikkaslab turdi degan gap. Ya'ni 12 chiqdi degan gap. Buni sizlar shunday tushunsanlar bo'ldi. Keyincha hamda ingliz tillam emas Uyg'urcha xanzuchkasimi uni to'g'ri tushunilgan hisobga vaqtida to'g'ri hisoblaydigan bo'lsanlar bo'ldi. Demak bu soatdagi STRLN oldingi soatdagi ullash belgisi bilan bu soatdagi STRLN ikki funksiyani sizlar mashq qilib chiqinglar. Bu soat darsimiz mushada axlashda darsimiz yoqtirib ko'rganlarga rahmat, xayr xo'sh. Ma'qulunda qolsa darsimizga kiraylik. Darsimizningki ikkinchi bizning harflar chiziqninki ikkinchi qismi. Biz oldingi darslarimizda ya'ni harflar chiziqida biz birinchi bo'lib nima degandik desa, birinchi bo'lib ullash belgisi o'rgangan, ullash belgisi. Ikkinchi bo'lib cho'lsa STRLN. Nima degandik? Nima shu STRLN degandik? Bu harflar chiziqning uzunligini topadigan funksiya. Biz ikkinchi sondandan shularni o'qib olgan vaqtida, ya'ni ularningki uzunligiga chek qo'ydigan vaqtlarda bu intan ishlaydi. Shunlashqa biz bu funksiyani o'rgandik. Mana cho'qim o'rganishinglarni tavsiya qilaman. O'rganmasanlar bo'lmaydi. Uchinchi funksiya bo'lsa trim. Ya'ni harflarningki uzunligini o'ng va so'l tarafdagi ikki yondan tozalash ilib beradigan funksiya. Ya'ni o'ng taraf va so'l tarafdagi ikki tarafdagi bo'shliqni tozaladigan funksiya. Endi biz nima uchun buni o'rganamiz deganda biz eng oddiyg'insa bir tal tizimlash ramkasi ilib bergan vaqtimizda, ya'ni shusi bu yerdan mandaq bir formdan birini ilib tizimlash bitiyasi vaqtimizda tizimlatqichlar ismini yoki maxfiy nomer ko'rgan vaqtida bilib bilmay oldi yoki keyinda bo'shliq qoladi. Bu unisi tabiiy. Endi mush bo'shliqni tozalatish uchun biz chain funksiyasini qo'llanib turib tozalaymiz. Chain funksiyasi oldi keyin ikkini tozalaydi. Endi bu chain funksiyasini yana bundaq ikki tal tarmoq funksiyasi bor. Tarmoq funksiyasi bo'lsa, tarmoq emas, endi mushliq munosabatlik, ya'ni bog'lanishlik funksiyasi. Right and trim. Ya'ni bu qandaq desa, o'ng tarafdan tozalaydi. Ya'ni o'ng tarafdagi bo'shliqni tozalaydi, keyindagi bo'shliqdan kar yo'q. Ma gap tushuning. Trim bo'lsa oldi va keyindagi ikkini tozalashni beradi. Endi trim bo'lsa faqat o'ng tarafdagi, ya'ni oldidagi bo'shliqni tozalaydi, keyindagisidan kar yo'q. Endi
left sol degan ma'noda il trim. Faqat sol tarafdan tozalashilib bordi, o'ng taraf bilan kari yo'q. Mana shunday qiladi. Trim bo'lsa, oldi va keyinda ikki tarafdan tozalashilib bordi. Endi men naq mazmunning o'zikilay o'zgarish miqdor a deganim tang. Bu yerda biz har doimo navoda bizning ishlatadiganimiz o'zgarish miqdor qimmatini aylantiradigan ish bo'lmasa biz odatda qanday ishlatadik? Taqpa ishlatadik. Mushunga sizlar odatlaninglar. Kunab qolmanglar, ya'ni kungan qo'y, menigan o'ylab kunab qilib keyin o'zgartib olamaydigan ish qilib hozircha navoda o'zgarish miqdorining qimmatini aylantirib turadigan ish bo'lmasa biz u chog'da shu taq chekishni ishlatamiz. Mening ismim Farhod Tursun. Shunaq bir o'zgarish miqdorining birini aniqlay. Uni men pisib chiqaray. Equal o'zgarish miqdori a. Bo'ldi. Аңа bir ulgumsal chiqdi. Bu men pisib chiqaray. Pisib chiqqan vaqtimda mana mundaq chiqdi. Mana mundaq chiqdi. Endi bu yerda mundaq chiqishi bu tabiiy. Bu tabiiy. Bundan bek ikkilanib, shubhalanib ketishning hojati yo'q. Endi men aslida kod qilib qo'y. Ya'ni bo'lsin aslida kod qilib qo'y. Aslida kod qilsam, ismda bu yerda mening ismim Farhod Tursun deb oldida bir bilan bu yerda bir patman boshliq bor ekan. Endi navot kerak. Mushning o'zini men mushunaq qilib ko'paytirib. Bu yerda o'zgarish miqdor b. O'zgarish miqdor b. Deganimiz tang bo'ldi. Buningda endi bo'shliq yo'q. Bo'shliq qo'ymadim men ko'rdingiz. Bo'shliq qo'ymadim. Endi buni bu yerda eko men bu yerda bir tal bir qur almashtirish ilib bir bitay. Endi bu qur almashtirishmi balkim faqat nima ishlaydi deganda hamda shu bat yuzida ishlaydi. Ammo o kodni ko'rganda, asl kodni ko'rganda bu ishlamaydi. Bu ishlaydigan yerlari ayrim. Men shuni tushuntirib o'tay hozir. B. Bo'ldi, saqlab o'tdim. Ijro qildim. Ijro qilsam, mening ismim Farhod Tursun dedi. Bizning qur almashtirish belgimiz nima? BR deganimiz bat yuzida ishlaydi. Bat yuzida. Oldingizda bat yuzida ishlaydi. Mana to'r ko'rishning bat yuzida ishlaydi. Endi asliga kodni ko'rsam, o'ng tarafni chekib chakan Yemen yo'nday maqoldan keyin asli kodda mana. Bir bilan maqoldan asli bir miyada. Bir bilan mening ismim Farhod Tursun. Undan keyin BR ya'ni qurol almashtirish belgisi. Bu yerda nima qurol almashtirish belgisi ishlamadi deganda BR bo'lsa HTML'ningki qurol almashtirish belgisi bu faqat nima ishlaydi deganda bat yuz ishlaydi. Kodga vaqtida buni mustaq ko'ramiz. Mening ismim Farhod Tursun'igina BR chabishib chiqdi demak, BR bilan araliqda bo'shliq yo'q. Bu ikki xil holat chiqishi. Endi tixma gadlik chiqaray desam, mishiyat men A bilan B ning o'rnini almashtirsam ham bo'ldi. A bilan B ning o'rnini almashtirsam ham bo'ldi. Avval biz ko'rdik. Hozir biz ko'rdik. Qalanga, ma BR bilan keyindiki mening ismim Farhod Tursunniki o'ttirisida bo'shliq yo'q. Hamda bo'shliq almashtirib men saqlab o'tdim. Ijro qilib o'tsam, buniki asl kodni ko'rgan vaqtida endi mav chabish chiqibdi, bu chabish chiqibdi. Bu buyagimi ta'sir qilmabdi. Endi rasmiy ta'sir qiladigan ishlasak, buyagi biz buni ishlatmay PHP'niki o'zining qur almashtirish belgisi yanto'siq in. Mushni ishlatib saqlab o'tdim. Ijro qilay. Buni nima ishqalandirmaganda bu. Nasıl aylandirish kerakda? Mayli. Endi menga navbat kerak. Bu yerdagi hozir asl kodni ko'rgan bo'lsak, bir bilan
Muşunun arlıqı faqat muşunchilikdan arliq. Endi men almashtiradigan bo'lsam-chi, ikkisini almashtiradigan bo'lsam-chi, qalanglar. Bir bilan A'ning arliqida qanchalik arliq qiladi endi? Ha? Mana A dedim, bo'lib saqladim, ha? Saqladim. O'tkay. O'tkayib hamda asldagi kodni ko'radigan bo'lsak, qalanglar. Bir bilan mana arliqida mushunchalar arliq qoldi. Demek mana mushu arliq bor. Endi bu arliq mavjud. Nerede mavjud deganda, mulozimlarimizda kodni bir deb qo'yganida mavjud. Endi mushu kodni men mushu boshliqni tozalatdim desak, qanday tozaymiz deganda, train funksiyasi bilan tozaymiz. Ama train funksiyasini ishlatib, ishga bevosita mana train bunday qilib train bu funksiya bo'lgach, bu yerda ben buna kesip alay. Cut. And paste. Çapladım. Oldu. Hem sakladım, ha? Sakladım. Çıkardım. Endi bunun asli kodu qalaydigan bo'lsak, asli kodda qolmadi. Yani boşluq qolmadi. Boşluqni yani tozalab chiqaribdi. Endi bu yerda eng oxirida qolgan bo'lsak, bu yerda boshliq yo'q. Shunlashqa bu chaplashib chiqqan. Demak, bizniki boshliqni tozalash xizmatimiz oxirlashdi. Boshliqni bunusini tozalaymiz. Boshliqni nada qanday tozalayman, keyin nada ishlataman deganda biz buni kurslardan chizgan vaqtida, shu yer vaqtida biz boshliqni tozalab chiqamiz. Undan so'ng nada tozalaymiz deganda yana sandandan ushulan o'qib bo'lgan vaqtimizda beshi va oxirdagi boshliqlarni tozalash uchun ishlatildi. Mana bu trainning ishlatilishi hozircha mushu 3 mazmun ustida qattiq tirishib o'zinglarga o'zlashtirib olsanglar bo'ldi. Bu saktasimiz mushada oxirlashdi. Darsni yoqtirib kelganingizga rahmat. Darsimizga o'zi kelsak, darsimizning 7-bob har paragraf chiziqini bir taraf qilish qisminingki funksiya qismi. Biz oldingi soat darslarimizda 3 funksiya o'rganib o'tdik. Yana 3 mazmun o'rganib o'tdik. Yana ulash belgisi, strlen uzunlikni tepish funksiyasi, trim oldi va keyingi boshliqni tozalab olish funksiyasi. Ölçüm ikkisi bunga o'xshaydi. Faqat oldi yoki o'ng tarafni yoki so'l tarafni boshliqni tozalab olib turdi. Biz eng asosiy qilib shu trim ishlatib bo'ldi. Mana ikki tarmoq variant funksiyalarini barliqni bilsak bo'ldi. Bu soat o'rgandigimiz bo'lsa, bizningki yani sub str yana kesib oladigan funksiya. Nima uchun ham sub str funksiyasi o'rganamiz deganda, bu sub str funksiyasi o'rganishnikki mundaq bir qancha xususiyat bor. Masalan, men sandandan ma'lum bir temini o'qidim. Sandandan ma'lum bir temini o'qidim. Yana sub str kesish. Yana kesib bilish. Endi men mundaq bir ishlarimiz bor. Uzunlik deb bo'ldik. Endi o'ng tarafdagi yoki old taraf keyindagi boshliqlarni tozalab chiqardik. Endi 3-chi funksiyamiz bo'lsa, kesib bilish funksiyasi. Nima ish kesib bilishni endi o'tab qoldingiz deganda, bu kesib bilish funksiyasi sandan ushurni ilib olgan vaqtimizda, masalan, endi tema bek uzun bo'lib ketsa, ba'zi vaqtida sat chiqib qoladi. Undaq bo'lsa, men temadan 30 harfni ilib 30 ni keyingisiga yoki masalan 5 harfni oldim, yoki 4 men qisqin qilay, chunki bek uzrab ketsa, bek yaxshi chiqmagadek. Bu 12 bo'lsin. 12 harfni oldim. Mesela 12 harfni oldim, 12 harfdan keyingisiga men bundaq uchtal chekni ulablam chiqirtay desak, qanday qilamiz deganda, masalan mushu o'zgarish miqdorlarim men tutib so'zlay. Endi hozir bat yuziga buni urib chiqaradigan bo'lsak, hammalarga tanishliq bat yuzida bu. Mening ismim Paraturson deb chiqdi. Buni men albatta bunda qilsam bo'lmaydi. Bu yerda ama birisi bo'lsa biz yetarlik.
Şunlaşqa ma birisini taqlıb turay. Bunda bu yerda sap askar bo'lsa, kesib ilish funksiyasi. Bu yerdan mening ismim Farhat Tursundan shu bo'ldi. Mana oldidagi bo'shliqni men tozalab uqtinglarmi? Oldidagi bo'shliqni men tozalab ilibdiman birinchi turda. Birinchi qilib, yana timni biz og'a vaqtimizmi oldidagi bo'shliqni tozalab ilib olamiz. Navada biz sandalga kirgizgan vaqtimizda shu temining oldida bo'shliq kompyuterlari bo'lib qolgan bo'lsa, shuni tozalab ilibdimiz. Birinchi usulda. Yana birinchi usulda bo'shliqni tozalab ilibdimiz. Ikkinchi usulda onunki bo'shliqni tozalab olib bo'ldik, endi uzunligini tekshiramiz. Bo'shliqni tozalab olib bo'ldik, endi uzunligini tekshiramiz. Yani bo'shliqni tozalab ilish bo'lsa, trim. Bo'shliqni tozalab olib bo'ldik, endi uzunlikni tekshiramiz. Uzunlik tekshirib bo'lgandan keyin qanday qilmasak, navoda uzunligi yerda ikki xilda ehtimol qo'yamiz. Agar uzunligi 12 dan cho'ng bo'lsa, kesiman. Kesib bilib, uning qanday ushtalchikni ullab beraman. Ullash ayni biz o'rganib o'tdik. Agarda 12 dan endi kichik bo'lsa deganda naq o'zimdan chiqib beraman. Shundaqmi? Naq o'zim chiqib beraman. Endi mushuni qilishdan burun men shu sub asr funksiyasi so'rashibday, masalan, mushuningdan men sub asr funksiyasini 0 dan boshlab, ya'ni mush birinchi xondan boshlab bir 10-chi xongacha kesib ilib olib buni o'zgartirish miqdor C deganimizda sub str funksiyasi. Yana bu yerda parametr chiqib turdi. String, ya'ni biz kesmoqchi bo'lgan yoki ishlatmoqchi bo'lgan harflar tizig'i ikkinchi parametr bo'lsa, boshlangan o'rin, ya'ni nechinchi o'rindan boshlab kesamiz deganmanda. Uchinchi parametr length bo'lsa, uzunlik. Qanchada uzunlikni kesaman degan ma'noni bildirdi. Endi biz birinchi bo'lsa ishlatmoqchi bo'lgan harflar tipliq miqdor bo'lsa A. İkincisi bo'lsa, men 0-chi, ya'ni birinchi o'rin boshlab kesmoqchi, shunga bu eng dastlabki o'rin boshlab kesib olsin. Uchinchisi bo'lsa qanday uzunlikqa men 15 deb qo'y bo'ldi. 15. Endi bu bitta bu yerga men uni urib chiqaray. Equal miqdor C. Yaxshi. Endi saqladim, saqlab ijro qildim. Qaranglar. Ijro qilganda mening ismim Farhat Tursun bo'ldi chiqdi. Endi men haliqa 15 birlikni kesib olgandim, qaranglar. Men oldida bir bo'shliq mening deb tam chiqdi-ku. Men kesib olgandan keyin kesib Yana men oldiki men aytibday, buni aytvassam, mening ismim Farhat Tursun degandan 15 0 xonasidan boshlab, ya'ni shu bo'shliq bor ekan, bo'shliq bo'lsa men karim yo'q buniki deb 15 xonni men kesib ilib oldim. Kesib ilib olib uni bat yuziga urib chiqarsam, oldida albatta bo'shliq miyada chiqib ko'rinmaydi. Mening ismim deb, mening deb ham chiqdi. Demak, mening kesib ilishim muvaffaqiyatli bo'ldi degan gap. Ammo endi biz bundoq olsak bo'lmaydi. Ya'ni sandan shuni o'qigan vaqtimizda timning oldida bo'shliq qilib bo'shliqni tozlaymiz birinchilab. Ikkinchilab qanday qilamiz? Uzunligiga chek qo'yamiz. Chunki ba'zan timlar masalan 13-14 atrofda uzunlikda, ba'zanlar bo'lsa 30 uzunlikqa ketsa, unda oldikin chiqsa yoki taksi chiqmasa, bat yuzi qalamqan, sal qo'pol, satrak ko'rinib qoldi gapning o'zi. Shunlashqa biz mushu vaqtda timiningki uzunligiga chek qo'yib, uni hammasini teng holatda tekshiradigan vaqtimizda buni to'g'ridek usulni qo'llaymiz. Ya'ni birinchisi tozlaymiz. Ya'ni timining oldidagi bo'shliqni timning oldida bo'lsin, keyinda bo'lsin, ichgandagi bo'shliqni tozlaymiz. Ikkinchisi bo'lsa, timining uzunligini topamiz. Agarda uzunliqqa biz bu yerda chekni o'zingiz bilasiz. Agar uzunliqqa manchidan cho'ng bo'lsa, uni kesib elib, oxiriga uchtal bir ullab beramiz. Agarda navbat biz bekitgan shu uzunlikni kichik bo'lib qolsa, naq o'zini chiqarib beramiz. Endi men shundaq bir programda hozir yuzib sizlarga ko'rsatib o'tay.
Unda olsa men yanlam nimani ishlatsa mushuning o'zini ham ishlatay. Birinchi turkumda men mushuniki mushuni emas tima deb qarab turaylar. Mushuni biz tima deb qarab turaylar hozir. Mushu tim bo'ldi. Tim bo'ldi. Tima deb qarab turaylar. Unda qolsa birinchi turkumda men timni qanday qilaman deganda albatta bo'shliqlarni tozalab chiqaraman. Unda trim. Qarshi deganda A, o'zgarish miqdor A. O'zgarish miqdor A ninki men o'ng va so'l taraflaridagi bo'shliqlarni tozalab ilibday. Birinchidan bo'shliq tozalab ilishim bitdi, tugidi. Hamda yana o'zgarish miqdor men sida versam bo'ladi. Nimishqa deganda endi bir miqdordan u faqat bir saqlandiq. Faqat bir saqlaydigan joy xolos. U joyga to'piklar men to'plab qo'yaversam, to'pik qo'ygunim aslida baniki o'rnini o'chirib qaplab turdi. Ammo yana sizlarning tushunishinglarga oson bo'lish uchun men unda qilmay. Yani sizlar tushunmay qilmanglar. İkinci türlü bo'lsa uzunlik topizgan. str len. Endi nima deyman shega? Nima deymiz? Yana odamdoq. A desak biz mushu bo'lib qoladi, shundaqmi ya? A demaymiz, chunki mushuning biz tozalab chiqib bo'lganda keyingisi yana C. O'zgarish miqdori C. Demakchilik endi buniki uzunligini topdim. Endi uzunligini topdik, endi shart endi birimiz. Endi agar uzunlik qasi bo'ldi hozir, uzunlik o'zgarish miqdori D bo'ldi-ku. D deganimiz bir aning uzunluğu 20 deb qo'y, 20 dan cho'ng bo'lsa. 20 dan cho'ng bo'lsa. Ujar qanday qilmas? Buni kesimiz hamda. Amal yo'q, kesimiz. Bivas yasak bo'ldi. Iko. Mana ichida. Iko. Sub str ishlatmoqchi bo'lgan har bir chiziq bo'lsa o'zgarish miqdori C bo'ladi. Nechinchi xonani boshlab kesman deganda albatta birinchi xonasidan boshlab kesamiz. Birini biz odatda 0 yana. 0-chi ilmat biz ko'rayotgan shu bir deganimiz shu 0-chi ilmat boshlab kesdik. Necha uzunlikda kesamiz? 20 ni cho'ng bo'lsa men 20 uzunlikda kesim. Buni chiqarib berdim. Ish tamom, vassalam. Demaklik shu, agar 20 dan cho'ng bo'lib qolsa, kesdim. Ani ish tugidimi? Tugimaydi. Elaq biz 3 tal chikni ullab birimiz dedik-ku. Bu tugimaydi xiqa. Shunda qasam tugimaydi. Biyaga men qanday qilib birman deganda bir tal bunimi bir bava bir boshliq ulash belgisi, bir boshliq 3 tal chiket hamda men o'tganda jumlani oxirlashtirish belgisi. Demak, 20 dan cho'ng bo'lib qolsa, men 0 dan 20 bo'lgan ilmitgacha kesman. Undan keyingisini 3 chik taraqli qilam, chiqib beraman deyman. Endi undaq bo'lmasa, agar bo'lsa if jumlasi. Agar undaq bo'lmasa degancha elish. Endi agar undaq bo'lmasa deganning ma'nosi nima? Agar undaq bo'lmasa deganning ma'nosi agar uzunluqi 20 dan kichik bo'lsa degan gap qo'y. 20 dan kichik yoki tang bo'lsa degan gap. Mushniki qarshisi. Mana uzunluq 20 dan kichik yoki tang bo'lsa. Naq o'zini chiqarib bersan bo'ldi-ku. Undan so'ng naq o'zini chiqarib berishniki jumlasi bo'lsa, equal o'zgarish miqdor C. Endi mushu jumlani men saqladim, ijro qilay. Ijro qilsam, batizda sub str mening ismim Paratursun 020 deb holatni chiqarib qo'yapti. Bu demak biz buni bu yaxshi to'nyanmag'ib qoldi. Ma holatda men buni tirnoq ichiga ilvatday. Endi bu tirnoq ichiga olgandan keyin bu bir funksiya
bo'ldi, bu bir funksiya bo'ldi. Bu o'rtada biz buni uluduq, ya'ni ulashilib bordik, Hamda buni men saqlay. Ba'zi ahvollarda shunday xatoliklar ko'rildi. Bu mening ismim Parxa deb chiqiblam, oxiriga 3 tal chiqdi. Endi nima deb chiqib qoldi desa, men boya tushuntirib o'tgandek buning sababini. Chunki qanda va mening ismim Parxat Tursun degandekki, tiye Tursun 20 dairasini olib chiqgan, shuni kesib olibdi. Endi agarda men mening ismim Parxat Tursunni qisqartib mishaga mening ismim deb qo'yay. Qandaq chiqdi? O'chaq shu mening ismim deb chiqdi. Oxirdagi qandaq cheklar chiqmaydi. Mening ismim deb chiqdi, chek chiqmadi. Demakchilik biz cheklash buyruqini mana shundaq o'rindaymiz. Temin o'qib olgan vaqtida o'qib bilishning usuli ana shundaq bo'ladi. Funksiya yozgan vaqtida inkonba bo'ldi ma bu funksiya bo'lgach, mandaq tirnoq belgisilar ifodalanglar. Biz albatta iko jumlasining o'zini biz ikoning o'zini biz bir funksiya deb atagan. Ammo ikon yozgan vaqtida funksiya holatda mundaq qilsaqmi bo'ladi, shunday qilsaqmi bo'ladi. Yana bir xil yozilish deganda, iko mundaq qo'shiket yoq tatchiqet. İki xil usulda. Iko jumlasining o'zini bir funksiya, shunlashqa inkonba chiqarishlar ilib borgan vaqtimizda mana holat ilib borsak, xatolik chiqmaydi. Mana bu bir tal temin ilib o'qib, temininki oldi va keynidagi bo'sh o'rinlarni tozalab, uning uzunligiga hukm qilib, uzunligi ma'lum bir chekdan, bu 20 19 bo'lsin bo'ldi, 20 bo'lsin bo'ldi, ma'lum bir chek belgilab, shu chekdan ishib ketgan bo'lsa, uni kesib olamiz. Kesib elib, ma'lum chekni to'g'rilab, keyniga 3 tal chek belgisi qo'shib beramiz. Endi biz belgilagan o chekdan ishib ketmagan ahvollarda bo'lsa, naq o'sin chiqib berishningki, jarayoni, funksiya jarayoni mana shundaq bo'ladi. Keyin men sondan o'qib bir temini ilib, uning uzunligini, bo'shliqlarini to'g'rilab qilgan vaqtimda, ya'ni tushunmay o'ltirsanglar bo'lmaydi. Mana bu bir jarayon, bu demak, ulash belgisi bir, uzunlikni tepish funksiyasi bir, bo'shliqni tozalab chiqarish funksiyasi bir, ondan kesish funksiyasi bir. Demakchilik 4 mazmunda sizlar o'ngishli o'rgangan bo'lsanglar to'g'ri bo'ldi. Darsimiz musha daxlashdi. Darsimiz kelsak, darsimizniki funksiya qismi. Bu soatda biz eng oddiy bo'lgan funksiyalardan cho'ng izoqni kichikka, kichik izoqni cho'ngga aylantirilgan ikki tal funksiyani o'rganib o'taylik. Sen upper bo'ldi. Yana bunaq deganda str to upper bilan str to lower. Yana to deganda g'aqaga degan ma'no chiqadi yoki yo'nalish ma'noda up bo'lsa usti, low bo'lsa asti deb tushunasanglar bo'ldi. Bu ingliz so'z deb kelsak, yana str bu str degan har doimo yana harflar yiziqi, harflar tizqi degan bildiradi. To bo'lsa yo'nalishni belgilaydi, yo'nalish. G'aqaga ya'ni yo'nalishni belgilaydi. Bu yerdagi upper degani up degani ustda, upper deb olgan. Ikkinchisi bo'lsa bu bo'lsa yana qanday deganda kichik yiziqni yoki kichik yiziqni cho'ng yiziqqa aylantirish. Ikkinchisi bo'lsa str to deganimizning o'zi yana yo'nalish. Ya'ni g'aqaga degandek bo'ldi. Men maktabga mangdimdiki ka yoki yo'nalish belgilaydi. Endi lower low bo'lsa tuvan degan ma'no bildirdi. Irbilab tuvan yo'nalish degan ma'no bildirgan. Yana str to upper bo'lsa barliq yiziqlarni, ya'ni kichik yiziqni cho'ng yiziqqa aylantirish. Agarda cho'ng yiziq bo'lib qolsa, uning ta'siri ko'rsatmaydi. Str to lower bo'lsa cho'ng yiziqni kichik yiziqqa aylantirdi. Agarda kichik yiziq bo'lib qolsa, uning ta'siri ko'rsatmaydi. Biz mush ikki funksiya haqida to'xtalib o'taylik. Iko, masalan, eng oddiygisi biz o'zgartirish miqdori olsaqmi bo'ladi, ammo biz ammalan bevosita ishlayveraylik. Iko men bu yerga funksiya ishlatgan vaqtda inkonba
tırnak işletinglar. Tırnak işletmey ma nimni işletsanglarmi ixtiyoringlar. str to upper bu yergamda mushu funksiyani tırnak keldi. Ma bo'lsa ichidix bo'lsa, yana ichidix bo'lsa str to upper degan mushu ya'ni kichik yiziqni cho'ng yiziq aylantirgan funksiyaningki yezilishi. Ya'ni ma tırnak bo'lsa mushu funksiyaning tırnağı. Mak sirtidagi ma tırnak bo'lsa, ya'ni sirtidagi ma tırnak bilan ma tırnak bo'lsa echo funksiyasining tırnağı. Buni shunday tushunsanlar bo'ldi. Bu yerga men masalan o'zimni ismimni yozib qo'yay. O'zimni ismimni kichik yiziqda yozib qo'yay. Mening ismim Farhod Tursun deb. Mana shunday holat yozib qo'ydim. Undan keyin bir funksiyani oxirlashdi. Jumla oxirlashgandan keyin oxirlash belgisi qo'yib etdim. Endi men buni saqlab ijro qilay. Saqlab etdim, ijro qilgandan keyin natija qilaylik. Bu yerda shuni ko'rib turiblar. Hammasi kichik yiziq, hammasi kichik yiziq. Undan sonra men tor ko'rgishda natija qanday chiqadi ekan. Qaranglar, mening ismim Farhod Tursun. Amlat bo'lsa, men yozganda qanday yozgan deganda, men kichik yozgan buni. Aynan. Men yozgan vaqtimda kichik yozgan. Mening yozgan vaqtimda buni kichik yiziq bilan yozgan edim. Aynan. Mening yozganimda men kichik yiziq bilan yozgan edim. Ammo bu yerga cho'ng yiziq bilan chiqdi. Demak bu kichik yiziqni cho'ng yiziqqa aylantiradigan funksiya. İkinci funksiyamiz bo'lsa, mana shu yerda bir tal qurt tashlab o'tay. Ya'ni qurt tashlab o'tay. BR. Biz BR bo'lsa, HTML tilidagi qurt tashlash belgisi shu. Naqsh shuni ishlatish orqali men bir qurt tashlab o'tdim. İkinci funksiyamiz bo'lsa, bizningki cho'ng yiziqni kichik yiziqqa aylantiradigan funksiya. Shunlashqa men funksiya kelgan vaqtida ekanba xatolik chiqmaslik uchun ama shu cho'ng tirnoq elib bilan ishlatay. Chunki bu biz bundaq qilinglar. Ya'ni echo funksiyasini qanday qilamiz deganda, echo funksiyasini agarda chiqirdig'ini o'zgarish miqdor yoki harflar tiziklar vaqtida ama shu qo'sh peshni arz qilib yozsanglar bo'ladi. Agarda funksiya bo'lgan vaqtida mandaq tirnoqcha kelib yozinglar. str to lower. Bu yerda ikinci funksiya shu. Mana lower. Bu yerda chiqaradigan bo'lsa, agar o'zgarish miqdori bo'lsa, o'zgarish miqdori chiqarsak bo'ldi yoki biroqlam yozsak bo'ldi. Men bu yerga bo'lsa hamda Osmonjon, buni cho'ng yiziqda yozay, chunki cho'ng yiziqda Olimjon bo'lsa o'quvchi. Ismlar bo'lsin. Cho'ng faqat cho'ngni kichik yiziq aylantirdi. Agar buni orasida kichik yiziq bo'lib qolsa, kichik yiziqqa ta'sir ko'rsatmaydi. Cho'ng yiziqni faqat kichik yiziq bilan aylantirib turdi. Jumla oxirlashtirish belgisi qo'ydim. Bo'ldi, ish tamom masalan saqlatgandan keyin ijro qilay. Buni qaranglar. Agar men ikkinchisini ya'ni Olimjon bo'lsa o'quvchi deb yozgan deganni kichik yiziqda yozgan edim, ammo bu yerga cho'ng yiziqda chiqdi. Demak, bu ikki funksiyaning roli bo'lsa, ya'ni str to upper bo'lsa kichik yiziqni cho'ng yiziqqa aylantirish. str to lower bo'lsa kichik yiziq, ya'ni cho'ng yiziqni kichik yiziqqa aylantirish. Bu ikki funksiyani o'rganib o'tdik. Mushlatlik darsimiz mushat oxirlashdi. Xayr xo'sh. Hurmat qilinglar. Cho'liq yiroq masofa hisobidagi PHP programmalash darsi. Bu o'tmiq darsimiz yaxshisiz. Ya'ni 13 bab 130 qismliq darsimiz yaxshisiz. Qolgan darslar haqliq agarda meniki darslarim yarg'im bo'lsa, bizniki yiroq masofalik o'qitish sinfimizga qatnashganlarni qizni qarshi olaman. Yiroq masofalik o'qitish sinfimiz 2016-yil 1-oyning 20 kuni rasmiy boshlandi. Kökön numaram 76-2800 bevosita men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Darsimizda blockchain turi alayida qo'llangan darslarimizni bevosita kirish tur adresi www.blockchain.com. Biz uningdan boshqa har xil tur munosabatlari bilan shug'ullanamiz. Har xil tur mulozimat kasbiga ehtiyojli bo'lsangiz men bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Bizningki har xil tur mulozimat kasblarimiz nurg'un. Eng
qulaylıqlardan yani tor bekat yasash, tor bekat güzelleştirish, tor bekat e'lonlaylash, salon boshqarish, do'konlar, do'konlaylash, do'kon boshqarish qatorliqlar. Har qanday mulozimat kerak bo'lsa, men bilan bevosita qilsanglar bo'ladi. Biz bir gruppa a'zolar, men faqat shu gruppaning ichidagi bir a'zo, biz bir top gruppa, men faqat birlam shu ular vakil bo'lib turibman. Bizning kendimda yana bir qancha a'zolar bor. Sizlar har qanday ishlaringlar men xotirjam topshirsanglar bo'lardi. Endi darsimizga kelsak, darsimizniki funksiya qismining oxirgi qismlarida biz eng oxirgi soat bo'lgan shu qismda, ya'ni shu funksiya nati ko'p. Yana bizniki bu qaraydigan bo'lsak, yana harflar tizig'ida funksiyalar nati ko'p. Biz buni hammasini funksiya deb birdan tutib o'rgansak, vaqt birisi vaqt isrofchilikqa, ikkinchisi o'rgangan funksiyalarning hammasini biz tor bekatlarga vaqtimizni ishlatishimiz natayin, uchinchi birisi biz bundaq hammani o'rganib ma'man deb o'ltasak, bizga bu PHP'ni o'rganib bo'lmaylam, biz yerib charchab halimizga ketib qolamiz. Shunga negizlik bo'lgan, eng muhim bo'lgan ishlatilgan yerlari sal ko'proq bo'lgan mandaq negizlik funksiyalarni biz so'zlab o'tib ketamiz. Qolgan funksiyalarni sizlar PHP funksiya qo'llanmasa yoki PHP o'rganish qo'llanmasa, ya'ni ikki xil qo'llanma bor. Shu ikki xil qo'llanmani tushirib, bunda birdan buyumda ko'rib o'tib, ulgu misollar ishlab o'zlashtirib olsanglar bo'ladi. Endi eng oxirgi soatlik darsimizda shu harflar tizig'ini bo'lib sonlar gruppasiga o'zgartiradigan yoki sonlar gruppasini ma'lum bir harf bilan ulashtirib, harflar tizig'iga orqali ifodalab beradigan ikki funksiyani o'rganib o'tamiz. Shundan ham ikki funksiya bilan darsimiz shu harflar tizig'iga oid bo'lgan, ya'ni 7-bob darsimiz butunlay tugaydi. Unda qolsa biz birinchi funksiya bilan tanishib o'taylik. Ya'ni str bu xil funksiya, ya'ni input. Bu funksiyaning roli hamda. Agar input bo'lsa, ya'ni exploit funksiyasi bo'lsa, yana bo'ladi. Ikki xil funksiya bor. Exploit funksiyasi bo'lsa, bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir harflar orqali harflarga tizib bo'lib, uni array tipliq, ya'ni sonlar gruppasi tipliq o'zgarish miqdori qilib yo'llab turdi. And exploit bo'lsa, exploit funksiyasi bo'lsa, ya'ni array tipliq funksiyani uni array tipliq o'zgarish miqdorini ma'lum bir belgi orqali yoki uni bir raqam ullab o'z sonliq gruppadagi a'zoni harflarga tizig'idagi a'zoga aylantirdi. Buningda biz birdan birini qilaylik. Birinchisi exploit, ya'ni nima deganda aslida menda bu funksiyaning roli nima deganda, ya'ni harflar tizig'ini ma'lum bir belgi orqali harflar tizig'ini ma'lum bir belgi orqali sonlar gruppasiga aylantirdi. Masalan, men bu yerda ma'ni yozibman, boshqacha. Masalan, sonlar gruppasi tipliq o'zgargich sonlar gruppasi tipliq o'zgarish miqdor a deganimiz tam bo'lsin. Men bu yerda ma'lum bir belgi orqali bir qanchani ben bo'lib qo'yay. Men bu yerda Ferhat Alim Azmat deb mana shunaqa qo'yay. Bu ishlamda
misha arliqda pesh orqali ayrılgan bo'lsin. Gerçi bu pesh orqali ayrılgan bo'lsin, bu harf belgilar tiziqi yani bir gavda, yenilan bir gavda. Andan buni ma'lumni biz etib turaylik. Bu misaliyle netijaga vaqtida chiqib olib odamga bir avarchilik bo'ldi ekan bu. Demek biz yuqorqini so'zlab o'tdik hamda pastga. Demek men mushu pesh orqali, pesh belgisi qo'yilgan yerlar orqali ayirib, mushu harf belgi tiziqini sonlar gruppasi tipiga aylantirib o'tmoqchi bo'lsam, qanday qilaman deganda, endi sonlar gruppasi tipiga o'zgaruvchi miqdor deganimiz teng bo'lsin, explode funksiyasi. Bu o'zligini chiqibdi-da, birinchisi bo'lsa, mushu o'zgaruvchi yana delimiter deganning o'zi harf belgi. Yana chekit bo'lsa chekit bo'yicha, pesh bo'lsa mandaq pesh bo'lsa pesh bo'yicha, boshliq bo'lsa boshliq bo'yicha apirimiz. Ikkinchi parametr bo'lsa string, yana biz mahsulot ilib bormoqchi bo'lgan harf belgi tizqi. Uchinchi limit degani har doim esinglarda bo'lsin, shu limit degani qancha qitim aylantirib beramiz yoki qancha azan aylantirib beramiz degan bo'ldi. Qitim soni. Endi men bu yerga birinchi parametrga pesh, ya'ni pesh orqali olib bersin. Ikkinchisi bo'lsa mashg'ulot qiladigan harf belgilar tiziq bo'lsa o'zgarish miqdor a. Uchinchisi bo'lsa limit deganda biz bosh qoldirsak hammasini fitlab birda so'ng bosh qoldiray. Endi men buni equal qilsam nimani qaytardi desanlar qalanglar. Arrayni qaytardi. Nimishqa deganda bu hozir bir o'zgarish miqdor, ammo qanday tiplaq array tiplaq. Buni equal qilganda albatta array deb chiqadi. Bu array deb chiqish to'g'ri, ayni array deb chiqadi. Ammo endi biz bu arrayni, ya'ni array tiplaq o'zgarish miqdorini equal qanday chiqardik? Mishada qaytadan shuni ko'chirib ilib Andaq qildik deganda buni bundaq qildik. Ya'ni sonlar tipli qazoniki andaq birinchi elementda shunaqa. Ikkinchi elementda asla namiyada bir uchinchi elementda shuni tarkib qilishga biz shunday qilib qo'yaylik. Asli men bir qur tashib chiqqan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Bir qurni men tashib equal br equal br har doimo shu br bo'lsa htmldagi qur tashlash belgisi, shuni unutib qolmasanlar bo'ldi. Endi saqladim, control asmini saqladim, ijro qildim. İşaret neticesi Ferhat, Alim, Azmet. Şu üçüne demekçilik sonlar grup demekçilik array bayağı köydük var. Array yani navadım ben bir yerge equal dep lakinde a'ni çıkarsam o'zgaruvchi miqdor a'ni çıkarsam nima qaytatdi array qaytatdi. Yani bu array tiplaq array tipiga o'tib ketdi degan ma'noda. Array tipiga o'tib ketdi degan ma'noda. Bu yerda a emas balki yani nimish xatolik bo'lib qoldi deb topdim. Yani bu yerda array degan tipi nima? Array tipiq. Yani sonlar grup tipiq. Ondan keyin Farhat, Alim, Azmat. Yani 0-chi elementda yoki 1-chi elementda Farhat, 2-chi elementda Alim, 3-chi elementda Azmat. Demak, har belgilar tiziq tipliq o'zgarish miqdorini yoki har belgi tiziqini pesh orqali ayirib ilib array tipliq yana sonlar gruppasi tipliq o'zgarish miqdoriga aylantirdik, uni ziyorat qildik. Endi bu butun bir jarayon o'tib ketdi. Navbat kerak biz mishada
bo'shliq orqali aragan bo'lsak, endi bu o'limini yo'qtidi. Endi bu o'limini yo'qtidi. Nimishqa deganda, mush yerda harflar tizqi nim orqali aragan bo'lsa, biz bu yerga shu orqali arapmiz. Ve boshliq o'g'ach boshliq qo'yib berdim. Navbat bu yerga biz mundaq bir mundaq bir nim belgisi bo'lsak, quduq belgisi yoki bo'lmasa shart desam mayli. Shu belgi uzaq, albatta mishagim shu belgi oldu. Esingizda bo'lsin. Mishag masalada. Bosh o'rin, quduq bosh, quduq, pesh bosh, pesh, chekit bosh, chekit. Masalada o'zgaradi. Bu ikkinchi parametr bo'lsa, shu salar grup tiplaq o'zgarish miqdorining shu ismi keldi. Uchinchi limit deganimiz hamda. Limitni men bayat chiqqanda so'zlab o'tmagan. Limit bo'lsa, bir xitim olmansak faqat bir xitimla ilindi. Yana shu bir xitim bo'lsa, faqat miyagacha ilib, miyaga kelgan to'xtab qoldi degan gap. To'xtab qoldi degan gap. O joyda hozir buni men saqlab ijro qilay. Yani bir xitimlam olgandan keyingi qiymat bo'lsa, array tiplaq Farhod ma'lumot chiqib qopti. Bir şey o'zgartdim yo'qmi? O'zgartdim. Undasa limitda. Ama o arni chiqardik. Bo'ldi. Kontrol asılmasın. Bu yana chiqib qopti. Aslida mush limit deganimiz cheklash sonitda. Yana men chiqdim chiqib bersin, chiqdim chiqib bersin degan cheklash sonitda. Hozir bu to'liq ishlamada hech qisi yo'q mayli. Bo'ldi, oldingi ikki parametrlarni tushuninglar. Davomli bu yerga 3-chi parametrni biz ilibtaylar. Yana bir odatda limit deganda shu parametrniki qitim soni belgilaydi. Biz keyin select jumlasi, jumlasini o'tgan vaqtimizda, yana sondan o'tgan vaqtimizda, sondanni izlash jumlasini, select jumlasi o'tgan vaqtida, masalan, ma'lum bir uchurni o'qib elib, shu uchurni bostirgan vaqt, ya'ni bat yuziga chiqirgan vaqtimizda, shu limit orqali manchital uchur chiqsin yoki anchital uchur chiqsin deganda limit orqali biz belgilaymiz. Limit bo'lsa qitim soni. Shuni tushunasanglar bo'ldi. Hamda buniki hozir biz albatta ya'ni har belgilar tizqini hamda salar gruppasiga aylantirib qo'ydik. Ham salar gruppasini har belgisiga aylantirib bo'lgan bo'lsa, bumi bo'ladi. Qanday qilamiz deganda bu funksiya bo'lsa implode. Yani ikinci fonksiyonimiz implode. İkinci fonksiyonimizle tanışıp o'taylik. İkinci fonksiya bo'lsa implode funksiyasi. Yana ma'lum bir yoki bo'shliq bilan yoki bo'lmasa arraydagi ma'lum elementlarni bo'shliq orqali bir-birisiga ulaydi. Yoki bo'shliq orqali yoki bo'lmasa bir yerda nim belgisi bo'lsa, shu belgi orqali bir-birisiga ulab ma'lum har belgilar tipidagi miqdorni birini qaytardi. Ya'ni buning qaytargan tipi har belgi tipi. Masalan, men hamda ma'lum bo'lsa, to'xtanglar, shu funksiya bo'lgach, men shundan yozdim. Hamda buni ma'lum bir har belgi tipidagi o'zgarish miqdor miqdordan qilib berdim. Bu yerda men bu yerga nima deb yozay desa, bu yerda men bo'shliq bilan lakin to'ldirib qo'yay. Hamda qaysi bo'shliq orqali qaysi salar gruppasini aylantirman deganda salar gruppasi asni aylantirib qo'yay. Bo'ldi, ishlamam masalan, endi buni chiqarib bersam, echo jumlasi o'zgarish miqdor har belgi tipli o'zgarish miqdor m. Buni saqladim. Ijro qilay. Ijro qilgandan keyingi natija bo'lsa, bu yerda xatolik chiqibdi. Upperchick PHP'ga 11-chi online 11 deganimiz 11-chi qurda deganmanda. Fato error bo'lsa xatolik ko'rildi deganmanda. Odatda
Call to undefined function implode. Implode degan funksiya aniqlanmagan deydi. Implode degan funksiya aniqlandimi yoki aniqlanmadimi yoki biz uni xato yozildikmi qalay. Implodening yozilishi ma ekan, men demakchilik mishayotgan bu i'ni xato yozibman. Xato yozibman. Yana bu i emas, ma ekan. Ma i. Endi mishayotgan xatolik men yana tushuntirib o'tay, ya. Ma xatolik bo'lsa fatal error. Errorning o'zi xatolik degan ma'noda. Xatolik degan ma'noda. Call to yana yetkab ishlatish. Call to bo'lsa yetkab ishlatish. Undefined bo'lsa undefined ma'nosi izlab topolmagan yoki aniqlanmagan degan ma'noda. Ikki xil ma'nosi bor. Undefined bo'lsa aniqlanmagan yoki izlab topolmagan degan ma'noda. Biz so'zlab o'tdik. Defined bo'lsa harf yana turalik miqdorni. Define bo'lsa turalik miqdorni belgilaydigan ochiq so'z. Defined bo'lsa ma'lum bir turalik miqdor belgilandim yo'qmi shuni tekshiradigan funksiya. Endi undefined bo'lsa belgilanmagan yoki izlab topilmagan degan ma'noda. Function bo'lsa hammaning tanishliq biz funksiya so'zlab o'tdik. Function bo'lsa funksiyaningki nomi yoki funksiya degan ma'no bildiradi. Exploit bo'lsa exploit deydigan funksiyani yetkab yana implode deydigan funksiya aniqlanmagan yoki topolmaliq izlab topolmaliq degan ma'noda. Bu implode degan bu funksiyaning nomini men xato yozganligim uchun mishat implode deb mishat chiqqan. Aslidagi ma i emas, yana bir boshqa I ekan, men xato yozib topdim. Hozir endi shuni tuzasam bo'ladi. Endi oxirdagi online deganda an deganda shu da line bo'lsa qur. Yana qurda oxirda son chiqadi. Yani 11-qur. Uni aslida qalab bo'lsam 11-qur. Naqd o'zi aslida men xato yozib buni yozib topdim. Asl bu implode holatda. Endi buni saqladim. Saqlab ijro qilsam function implode warning implode function implode in arguments passed in online. Dal bir şeyge ben boşluk koyup bir yana ben qayt yazay, ya. Zaten xatolik ko'rgandek edim. Implode ikkinchi funksiya shu demakchilik. Ikkinchi funksiya shu. Yani sistem o'z tanlab bergan funksiyaning ikkinchisi shu. Yani buning qimmatlariga birinchisi bo'lsa, menga har birdan yani bundaq pochta orqali ayirib bersin. Ikkinchisi bo'lsa her belgesizlik yoki sonlar gruppasilik o'zgarish miqdor r ne ayırıp bersin. İşleme mesela. Hem de icra qilib bakayla. Array Ferhat alim. Hem de Azmat Ferhat alim Azmat. Bu yerga qanday nima bo'lib bunda chiqdi deganda biz buni tekshirib o'taylik. Men hozir aslida biz birinchi limitni Ferhat, ikkinchi limitni alim, uchinchi limit Azmat deb chiqishi bu to'g'ri. Biz oldaqdim chiqgan. Ya'ni Ferhat, alim, Azmat deb chiqish bu to'g'ri. Hamda nima chiqamayotga Ferhat, alim, Azmat deb chiqib qoldi. Mushuning ustida biz to'xtalaylik. Endi biz degan shu sonlar gruppasiga tabi bo'lgan o'zgarish miqdorini biz bo'shliq orqali bir-birisiga ulab har birga chiziqi tipliq o'zgarish miqdor imga yo'lab berdik. Ya'ni implode degan funksiyaning roli qanday desa, implode funksiyasining roli qanday desa, ma'lum bir sonlar gruppasi tipliq o'zgarish miqdorini nimaga o'zgartirib ketgan? Harf belgi tipliq yoki harf belgi chiziqqa aylantirib ketgan. Demak, bu ikki funksiyani biz misol tanishib o'tdik. Xatolik har doim sizlar program tuzganda imkon bor biz tirishimiz xatolik chiqamaslik. Ammo shunday xatoliklardan biz mustasno bo'lolmaymiz. Ammo buni hal qilishning usulini biz bilmasak bo'lmaydi.
Men bu yerda xatoliklarni hal qilish ustida ayrim dars qilib so'zlamayman. Zin so'zining ikkinchi qismida men shuni naql qilib so'zlay. Bu yerga to'xtalib bo'lsa, faqat explode bo'lsa har bir tipliq o'zgarish miqdorini ma'lum bir belgi orqali sonlar gruppasiga aylantirdi. Endi implode funksiya bo'lsa, har yana sonlar gruppasi tipliq o'zgarish miqdorini ma'lum bir yana har belgi orqali har belga tizikga aylantirdi. Buni ikki funksiya. Endi biz shu darsimizda nima o'rgandik? Biz takrorlab o'taylik. Birinchi o'ylab bizning o'rganganimiz ulash belgisi, ya'ni ulash belgisi, ma belgisi shu. İkinci o'rganganimiz bo'lsa strlen, yana uzunlik tepish funksiyasi. Uchinchisi bo'lsa chain, yana oldi va keyindagi bo'shliqlarni chiqaritish funksiyasi. Buning ichida yana ikki xil variant bor. Ölçim, yana o'ng tarafdagi bo'shliqni chiqartirish, ölçim, sol tarafdagi bo'shliqni chiqartirish, ma ikki variant funksiya. Ani to'rtinchisi bo'lsa nima deganda sub str, yana kesib bilish. Beshinchisi bo'lsa biz oldingi soatlarda o'rganib o'tgan str2 upper bilan str2 lower. Mana ikki funksiya. Bu soatda biz explode bilan implode ikki funksiyani o'rganib o'tdik. Demakchilik sizlar shu buni ko'paytirib o'tay. Sizlar shu funksiyalarni tal joyda o'rgangan bo'lsanglar, hamda asosiy jihatdan bundan keyin qiynalmayman deb qarasanglar bo'ldi. Ya'ni biz har bir chiziqqa kelganda shu funksiyalarni ishlatib umumiy ahvol ostida shu funksiyalar orqali hozir sinab baqsaq shu bir 6-7 tal funksiyalar ketibdi. Shu bir 7-8 tal 5 tal 10 talga so'g'an funksiyani o'rgansak biz normalni torbikat yasay olamiz. Ya'ni torbikat yasagan vaqtida har bir tipliq o'zgarish miqdorlarini burtab qilishda biz qiynalmaymiz. Bu funksiya ko'p bo'lgan funksiyalarning ichidan men eng ko'p qo'llanilgan, eng ishlatish qiymati yuqori bo'lgan funksiyalarni tanlab ishlatdim. Funksiya buning bilan to'xtab qolmaydi. Sizlarningki PHP funksiya qo'llanmasini tushirib, texmi ko'p mashq qilishinglarni umid qilaman. 7-bob har belga chiziqqa bir taraf qilish qismi shu oyat oxirlashdi. Darsni yoqtirib ko'rganlarga rahmat. Xayr xo'sh.